Hammaga salom va bugun biz O'zbekiston Roblox o'yinlarini o'ynaymiz. Balkim bilmagandirsizlar, balkim bilgandirsizlar. O'zbekiston bo'yicha Robloxda juda ham ko'p o'yin bor va biz hozir eng populyarniy o'zbek Brookhaven'ni o'ynaymiz. O'zbek Heaven. Qolgan o'yinlarni o'ynab ko'rishim, ko'rginglar kelsa yoki man hammasini ko'rib, donat qilishimni ko'rsanglar, bemalol layk qo'yib, kommentariy yozib qo'yishni xohlasanglar. O'zbek Heaven'ga kiramiz. Ha, 6039 odam kirgan va O'zbek Davis degan odam uni yaratgan. Bu qanaqa? O'zini skill'lari ham bor ekan. Mayli. Давайте kiramiz. 5 yoshlarga mo'ljallangan ekan. Yozilishi bo'yicha va va что-то sekund turyapti. Так. Turyaptimi? Так. Так. Так, mana o'zbekcha o'zi yozishyapti. Blet, o'zi o'zbekcha yozishyapti. Qanaqadir menga g'alati tuyuladi, qaranglar. Hammasi o'zbekchada. Mana bitta qanaqadir. Tak, boshida ko'ramiz. Bu yerda O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston haykali, qanaqadir odamlar, menimcha eng ko'p donat qilingan odamlar. Mana va donat. Bossam ham donat bor. Skidka. Bu yerda nima ekan? Bu yerda bizani pulimiz ham bor ekan. Pulimiz bor-da. Qo'y. Davom etamiz. Qanaqadir fontan. Odamlar nimadirlar deb yotishibdi. Mayli. Yiqilib tushayotganmiz. O, nima ekan? Hayvonlar. Hayvonlar deb yozib qo'yibdi. Hech narsa yo'q ichida. Tushunarli. O'zbekiston anaqasi. Bayrog'i. Tak. Klub. Gaz. Hospital. Nima kiramiz birinchi? Tak, bu joyga kiraylik. Bu, короче, nima shunday? Magazinmi nima bu? Nimadir. Ну, hozircha tushunarsiz. Nima, bu o'yin eshitchu Brookhaven'dan olingan. Brookhaven bu Roblox'dagi eng mashhur o'yinlardan biri. U yer GTA bilan bir xil. GTA Roblox'da desak bo'ladi. Va bu yerda O'zbekiston lokatsiyalari, O'zbekiston narsalari просто qo'shib qo'yishgan shu o'yinga o'xshatib va bo'ldimi? Tak, man ajralib turadigan hech narsa ko'rmayapman. To'da mamlakatda qotdi. Bu yerda qanaqadir restoran. Tak. Sonraki kirsa bo'ladi, biriga tegsa bo'lmaydi. Narsalar qanaqadir. O'zbekiston muzeyi. O'zbek Heaven muzeyi. Uzr. Ellik kiramiz. Ну. Название книги. Просто kulgili narsalar olib qo'yishgan boshqa hech narsa yo'q. Kechqurun bo'pti, kechqurun bo'layotgan. Politsiya. Короче, bu o'yinni qisqacha qilib ma'nosini aytay. Agar sizlar просто vaqt o'tkazmoqchi bo'lsanglar, просто yurib, aylanib, o'rtoqlaringiz bilan gaplashib, balkim o'zbekistonlik Roblox odamlarini topmoqchi bo'lsanglar, bu o'yinga kirib bemalol o'ynashinglar mumkin. Даже bu yerda vaqt ko'rsatiladi. Bemalol o'ynab gaplashishinglar mumkin bu o'yinda. Ma'nosi shu, O'zbek Heaven'ni o'ynash. Ammo minuslari bor. Birinchi bo'lib, 100% bu o'yin
minuslarsiz, ya'ni grafik minuslarsiz bo'lib o'tirmagan. Ya'ni, balkim nimadir bug bo'lib qolar, balkim qattiq ishlamas, balkim original Brookhaven'dan olingan ideya bu o'yinda u yerda bordir, bu yerda yo'qdir. Va bu yerda yana bitta katta minuslardan biri ko'rishingiz mumkin, u yerda qizlar ko'p, yosh qizlar. Ya'ni bu o'yin agar siz o'g'il bola bo'lib, normalniy odam bo'lsangiz, bu o'yinga kirmanglar. Chunki Brookhaven'ni ham asosan normalniy odamlar o'ynamaydi. Brookhaven'ni qiz bolalar, yosh qiz bolalar o'ynab o'tirishadi bo'ldi. Chunki u yerda skill'li yasasanglar bo'ladi, uylar qursanglar bo'ladi, oila qursanglar bo'ladi. Bu hammasi kichkinalar uchun o'yin qilingan. Mana, rasmiyan, ну, tipa qizlar uchun qilingan bu o'yin. Agar siz bola bo'lsanglar kirishinglar mumkin. Lekin bilamanki, mana qiz bola ko'rmasa kerak-da. Agar normalniy o'g'il bola bo'lsanglar, boshqa o'yinlar bemalol millionta tiqilyotibdi. Ammo Brookhaven yoki O'zbekhavenga kirib o'tirmanglar, iltimos. Mayli, videomiz shunaqa qisqa, O'zbekhaven bo'yicha bo'ldi va yaqinda yanada yaxshirog'ilar video chiqadi. Bizada esa hozir shu videolar bo'ldi. Hammaga rahmat.